Assalomu alaykum. Men Yusuf Ro'zimurod. Do'stlar, mana so'nggi vaqtlarda menga yaqin do'stlarimiz ulashishdi. Mana bu Asliddin Kamolni Xidirnazar Olloqulovni nomiga asossiz ayblovlar bilan chiqayapti degan bir e'tirozlar bilan uni o'sha video chiqishlarini menga ulashishdi. Asliddin Kamol bilan ham umuman qiziqmay qo'ygandim, uni chiqishlarini ham eshitmay qo'yganman. O'sha haligi bo'mga qilgan nohaqliklari, g'irromliklari, o'sha siyosiy raqiblaridan, muqobil nomzoddan, so'z erkinligidan qo'rqib bizdan qochib boshqa bir chat ochib soxta saylov o'tkazishgandan keyin umuman gaplashmay ham qo'yganman, eshitmay ham qo'yganman. Chunki o'zini niqobini yechib, kimligini, qanaqaligini ko'rsatgandan keyin uning tabiati hech qanday demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydigan inson deb xulosa qilgandan keyin unga qiziqmay qo'ydim. Chunki faqat men emas, o'zini hurmat qiladigan, mana shunaqa so'z erkinligi, muqobil fikr degan tushunchalarni jamiyat uchun foydali deb biladigan insonlar o'sha birlashgan o'zbek muxolifati deb nomlangan qisqa vaqtdagi birlashma tarkibida muqobil nomzodga, muqobil fikrga qilgan sabrsizliklarini ko'rib kuzatgan ziyolilar, ziyoli insonlar, taraqqiyparvar insonlar bu odamlar to'g'risida tegishli xulosa qilib bo'ldi. Bularni har qanday chaqirig'iga jiddiy odam munosabat bildirmaydi, bularga yaqin kelmaydi, chunki ishonchini yo'qotib bo'ldi-da. Bu men bilan bog'liq emas. Umuman bularni shu so'z erkinligi, muqobil fikr, muqobil nomzod, siyosiy raqib degan tushunchalarga sabr toqati yo'qligini jamoatchilik ko'rib bo'ldi. Aynan mana shu tamoyillarni talab qilganligim uchun ham mendan qochib boshqa bir chat ochib soxta saylov o'tkazib olishdi. Endi meni bitta o'zimdan qochsa edi, jamoatchilik tushunmas edi. Bitta Yusufdan qochdimi, demak Yusufning takliflari, Yusufning talablari bularga to'g'ri kelmagan, Yusuf Ro'zimurodni deb bularni ko'ngliga to'g'ri kelmaydigan, rejasiga to'g'ri kelmaydigan xulosa kelmasin, jamoatchilik fikri uyg'onmasin deb men bilan qo'shib boshqa ham bir 3-4 ta begunoh aybsiz insonlarni ham menga qo'shib ularni mana shu odamlar janjal qildi, to'polon qildi deb bizdan qochib boshqa uyga kirib olib soxta saylov o'tkazib olishdi. Mayli, hozir men asosan nima demoqchiman? Mana o'sha soxta saylovni o'tkazib, o'zini mayli soxta bo'lsa ham shu birlashgan o'zbek muxolifatining raisi deb boring, keling saylandi deylik, o'sha birlashgan o'zbek muxolifatining raisi bo'lib Asliddin Kamol saylandi. Bizdan qochishdi mayli. Lekin oradan bir oy o'tmay shu tashkilotni tashlab qochib ketishdi. Endi bu tashkilot ham davlatda, bunday davlatning bir kichkina ko'rinishi, o'sha ya'ni siyosiy partiyaga rahbarlik qilgan odam davlatning kichik bir davlatni boshqarayotgandek gap. Ya'ni o'sha tashkilotning raisligini, o'sha tashkilotning rahbarligini ishonib saylashdimi? Demak, u ham bir o'ziga xos bir kichkinagina bir davlatchaning o'zi da'vogarlik qilayotgan davlatning kichik bir ko'rinishi. Asliddin Kamol tuzgan, o'zi shakllantirgan davlatni tashlab qochishdi. Sababini hozirgacha hech kimga aytishmaydi. Endi mana shu kecha kunduzda Asliddin Kamol yana bir niqobini yechyapti. Bu nimadan iborat desak, O'zbekistonda mana 3-marotaba partiya tuzishga, muxolif partiya tuzishga harakat qilayotgan Xidirnazar Olloqulovni nomunosib, xudbin, diktator degan ayblar bilan ustidan mag'zava to'kyapti.
men aynan e'tibor bergan bo'lsalaringiz do'stlar, bu Asliddin Kamol mana shu 6 yanvardan keyin biz bilan orasini ochiq qilib bizdan qochganidan keyin men u bola to'g'risida deyarli gapirganim yo'q. Men bitta yarimta ikkita maqola yozdim, u ham o'sha o'zbekistonlik muxlislarimizning menga siyosiy muxolifatga qayting deb qilgan takliflariga munosabat sifatida ikkita maqola bildirganman. Lekin hadeb chiqib Telegram kanalim orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali hadeb bular bilan tortishib yotganim yo'q. O'zimni bilan teng deb bilmayman, chunki xalqning oldida mas'ul bo'lsam shu ishni qilardim. Bu xalqimiz ham bunaqa muxolifatni, o'zaro tortishuvlarni istamaydi. Shuning uchun ham men xalqimizni istamagan narsasini qilib qaysarlik qilishni xohlamadim. Mana bu kecha kunduzda xalqning manfaati uchun jabr sitam chekayotgan Xidirnazar Alloqulovning tepasidan mag'zava qo'yayotganligi uchun ham bir qisqacha munosabat bildirib o'tay dedim. Mana shu menga shu nimani Asliddin Kamolni so'nggi mana shu bir hafta ichida qilgan chiqishlarini linkini menga tashlashdi. Shunda men YouTube kanaliga kirdim. O'sha ko'rsatuvlarni batafsil tomosha qildim. Keyin Asliddin Kamolni undan oldingi ham boshqa bitta ko'rsatuvlarni ko'rdim. Ularda meni ham aytib o'tgan ekan, shu 19 yil o'tirganini nuqul pesh qilaveradi deb bir ko'rsatuvda yozgan ekan, aytgan ekan. Mana shu gapiga javob berib o'tay. Kezi kelganda men 19 yil o'tirib mendan talab qilishgani, 19 yil o'tirgan bo'lsa mendan faqat bir narsani talab qilishdi, shu prezident nomiga afnoma yoz, kechirim so'rab afnoma yoz va Muhammad Solihni va Erk partiyasini tanqid qilib maqola yozib bergin deyishdi. Men mana shu talablarni qilmaganligim uchun ham 19 yil meni ozodlikka chiqarishmadi. Karimov o'lmaganda meni o'lgunimcha ham chiqarishmas edi, balkim o'ldirib yuborshardi. Nima dedim, men o'sha 19 yil o'tirdim deb shu gapni aytar ekanman, men bunga haqliman. Chunki bu maqomni men mana shu 19 yil o'tirib ham talab qilingan afnomani ham munofiqlik yo'liga kirmay, do'stlarimni sotmay, mana shunday aziyat chekib siyosiy maydonda kurashib haqli ravishda erishgan maqomim shu meni. Siyosiy mahbuslik, munosib siyosiy mahbuslik. 19 yilda ham qaytmagan, 19 yilda ham do'stlarini sotmagan, 19 yilda ham talab qilingan afnomani yozib kechirim so'ramagan inson degan munosib bir qaytmagan jurnalist degan maqomni men kurashib qo'lga kiritganman. Asliddin bilib qo'ygin. Men xohlaganimcha, o'zim istaganimcha 19 yil o'tirganimni pesh qilaman va bu hech qachon xalqimizni me'dasiga tegmaydi. Bilaman, xalqim mendek o'zining vatandoshi bilan faxrlanadi. Men ham o'zbek xalqim bilan faxrlanaman. Shu xalqimning orasida shunday tarbiya ko'rib o'sganligimni, xalqimning orasida hali jasur sinmaydigan insonlar borligini isbot qilishga erishganligim bilan men faxrlanaman. Shuning uchun Asliddin Kamol senga emas, meni o'sha hadeb pesh qilaveradi deb meni malomat qilish. Shaxsan sen ham 19 yil emas, 19 kunda hamma do'stlaringni sotib, hamma do'stlaringga tuhmat qilib ketib borarding. Buni men bugungi kunda mana shu kungacha bir necha kishini asossiz sotib, o'zingni do'stlaringni, o'zing rais etib saylangan tashkilotni sotib tashlab ketganliging. Mana bugunga kelib O'zbekiston xalqi uchun eng ko'p jabr sitam ko'rgan mard, jasur inson Xidirnazar Alloqulovni sotib ustidan mag'zava qo'yib munofiqlik qilayotganligingning o'zi seni kimligingni ayon qilib turibdi. Ya'ni o'sha Oybek Qurbonov to'g'ri aytdi. Seni yo bu tuhmatchi, yoki quloq, yoki ruhiy kasal deb. Men mana shu quloq degan tushunchasiga ehtimol kattaroq,
quloq degan shunchaki, chunki san mana shu siyosiy muxolifatni to'zdirish, buzish, tarqatib yuborish aslida maqsading bo'lgan menimchada. Mana shu Xidirnazar Alloqulovga qilgan asossiz ma'lumoting tufayli. Chunki Xidirnazar Alloqulov bugungi iqtidordagi hukumatni eng xavotirga solayotgan shaxs Xidirnazar Alloqulov va uni atrofidagi faoliyat olib borayotgan kamsonli insonlar. Bunday jabr sitam chekkan haqiqiy bunday jabr sitam, tinimsiz jabr sitam chekib ham moddiy ham jismoniy qiynoqlarni ko'rib sinmagan dissident, sinmagan haqiqiy mazlum bugun Xidirnazar Alloqulov. Unga tupurgan odam o'smaydi. Sen shuni bilasan o'smasligingni. Lekin ixtiyoring o'zingda emas. Sen shu qilayotgan ishing noto'g'ri ekanligini, nohaq ekanligingni bilib turibsan yurakdan, lekin bunga qarshi chiqa olmayapsan. Demak, seni ixtiyoring o'zingda emas. Demak, seni orqangda shu topshiriqlarni berib turadigan toifalar bo'lishi mumkin. Mana shu ehtimol menda juda ham kuchliroq, shuni ochiqroq aytishga to'g'ri keldi. Chunki sen haddingni bilmay qolyapsan-da. Jahongir Muhammadga ham zid gapiryapsan so'nggi kunlarda. Xidirnazar Alloqulovga noto'g'ri gapirmayapti. Xidirnazar Alloqulovning sha'niga bunaqa asossiz gaplarni aytmayapti. Endi senga aytadigan gapim, menga seni shaxsingga nisbatan nima Asliddin Kamol senga aytayapman, sen siz demayman, chunki hurmatingni yo'qotib bo'lding. Sen ham meni xohlasang san deb gapirishing mumkin. Sen hurmating menga kerak emas, lekin sen elning oldida hurmatingni yo'qotib bo'lding, chunki el uchun jabr sitam chekayotgan Xidirnazar Alloqulovning ustidan sen mag'zava qo'yding. O'zing ixtiyoring o'zingda bo'lganda bu ishni qilmasding. Xidirnazar Alloqulovni ustidan mag'zava qo'yishga majbur qilishyapti, lekin bu narsani qilmayotgan juda ko'p insonlar bor O'zbekistonda. Men bilaman ularni. Xidirnazar Alloqulovni tanqid qil, uni sharmanda qilgan, uni xijolat qilgan, unga odamlar ergashmasin, uni obro'sini to'kkin deb topshiriqlar berilyapti shunaqa olimlarga, ziyolilarga, shoirlarga. Ular shu ishni qilishmayapti. Lekin sen mana tashqarida turib shu ishni qilding, demak, sen asli shunaqa reja bilan mamlakatdan chiqqansan. Chunki sen mamlakatdan, O'zbekistondan chiqib o'zingni dissident deb, o'zingni siyosiy qochqin deb aytishing uchun O'zbekistonda hech qanaqa insident bo'lmagan sen uchun. Sen na siyosiy muxolifat tarkibida bo'lgansan, na bir siyosiy faoliyat ko'rsatib jabr sitam ta'qibga uchragansan. Hech qayerda na bir qamalib chiqqansan, na bir miting uyushtirgansan, na bir namoyish uyushtirgansan, na bir o'zing individual bir piket qilgansan. Hech qanday siyosiy faoliyat ko'rsatmagansan, hech qanday jabrga qolmagansan, ta'qibga uchramagansan, bir sudga qamalib chiqmagansan, hech bo'lmasa bir 100 ming jarima bermagansan. Ko'ryapsanmi? Sen dissidentman deb aytishing uchun, ya'ni qochqin, siyosiy qochqinman deb aytishing uchun O'zbekistonda hech qanaqa insident yo'q. Sen insidentsiz dissidentsan. Oybek Qurbonovni eshitdim kecha. Bugun eshitdim, to'g'ri aytdi. Sen hech qanaqa siyosiy qochqin emassan. Siyosiy qochqinman deb aytadigan, siyosiy qochqinlik maqomiga da'vo qiladigan sen hech qanaqa insidenting yo'q sen. Bu ya'ni voqelik yo'q. Shuning uchun o'zini siyosiy muxolifat o'zining tarixida, dosyesida o'sha siyosiy muxolifat tarkibida faoliyat ko'rsatgan bir tarixi bo'lmagandan keyin u qanday qilib siyosiy liderlikka da'vo qilishi mumkin? Shuncha jihatlaring yo'q bo'lishiga qaramasdan biz vaqtida ishondik senga, ko'pchilik ishondi. Mayli shu yosh intilayotgan ekan, shuni rais qilaylik mayli deb. Keyin bundoq qarasak, o'sha qisqa Birlashgan O'zbek muxolifati tarkibida bo'lib o'tgan majlislarda san tomonidan qilingan noto'g'ri so'zlar, noto'g'ri xatti-harakatlar, noto'g'ri qarorlar hammasini ko'rib xulosa qildikki, sen hech qanaqa liderlik sifating ham yo'q,
hech qanaqa san siyosiy muxolifatga lider bo'lish uchun sanda insident ham yo'q. Ya'ni siyosiy ta'qibga uchragan sanda bir voqelik yo'q. Mayli shunday bo'lsa ham, agar munosib inson bo'lib chiqqaningda seni lider sifatida tan olib, faqat bor yo'g'i bizni qilgan talabimiz shu, muqobil fikrga sabrlik bo'laylik, muqobil nomzodga muqobil bo'laylik, sabrlik bo'lishni talab qildim men va muqobil nomzod asosida rais saylaylik dedim. Shunga ko'nmadilaring, shundan qo'rqdilaring va boshqa uyga o'tib olib, boshqa chatga o'tib olib, soxta saylov o'tkazdilar. Mana bu hammasini qo'shib bunday xulosa qiladigan bo'lsak, sen o'zing o'ta shubhali insonsan. Shunday ehtimol kattamanda. Endi menda asos bor-u, lekin fakt yo'q. Asosim mana shulardan iborat. Yana 6-yanvar kuni bizdan qochib o'sha soxta saylov o'tkazib rais bo'lgandan keyin qilgan chiqishingda, video chiqishingda aytdingki, menga murojaat qilib aytdingki, siz shu internetdan chiqing. Sizni ruhiyatingiz charchagan, miyangiz charchagan, siz dam oling. Agar chiqmasangiz bizdan yaxshilik kutmang deb. Shu narsani menda xatda ham yozding, xatni ham, mana xating ham turibdi menda. internetdan chiqing, bo'lmasam bizdan mendan yaxshilik kutmang deb. Shunday tahdid qilgan edik. Oradan bir hafta o'tib meni YouTube'im yopildi, Facebook'im yopildi, Instagram'im yopildi. Bularni mana shu seni so'zlaring, shu meni internetdagi saytlarimning yopilishida hissang bor, hissang bo'lishi mumkin degan gumonga undadi beni. Chunki asos o'sha o'zing seni qilgan, bir hafta oldin qilgan tahdidlaring bo'ldi. Mana shunday bir insonni internetdan chiqarib yuborishdek quvvating bor ekan, sen siyosiy qochqin, sen siyosiy qochqin emassan, sen siyosiy dissident emassan. Sen mana shunaqa kuch ishlatar tizimlariga yoki ixtiyoriy ravishda yoki majburiy ravishda ularga xizmat qilayotgan bir faol bo'lishing mumkin. Bu shunga asos bor menda. Fakt yo'q, asos yo'q. Fakt yo'q, asosim bor. Asos o'sha meni internetdan chiqing deb tahdid qilganing va bir haftadan keyin meni internetdagi saytlarni bloklanishi mana shu meni sandan gumonlanishga asos bo'ldi. Mana bu kecha kunduzda hech yo'q, bey yo'q, hech qanday jiddiy sababsiz imzo to'plashga tayyorgarlik ko'rayotgan Xidirnazar Alloqulovning ustidan mag'zava to'kib, u insonni obro'sizlantirishga qilayotgan harakatlaring meni o'sha gumonimni yana ham kuchaytirdi. Bu nafaqat menda, mana kecha Oybek Qurbonovning qilgan chiqishdan ko'rdimki, boshqa insonlar ham sandan shubhalanib qoldi. Bu odam normal emas, yoki ruhan kasal, yoki tuhmatchi, yoki quloq deb. Ko'ryapsanmi? Lekin ko'pchilik mana shu uchinchisiga moyil bo'lsa kerak, menda ham mana shu quloq bo'lsa kerak degan gumon kuchli menda. Yana bir marta aytaman, men sansirab gapirayotganimdan xafa bo'lmagin, xafa bo'lsang ham o'zing bilasan. Seni men siz deyishim uchun yoshing kichik. Agar men bilan yoshing teng bo'lsa ham, yoshing bir yosh katta bo'lsa ham, men hurmat qilmasam ham seni yoshingni inobatga olib siz deyishga majbur bo'lardim, lekin sen mendan yoshing kichik, bo'lganda ham bir 20-25 yosh kichiksan yoshing. Yosh kichik insonni biz siz deymiz, qachondak hurmat qilsak, seni hurmatingni yo'qotib bo'lding. Nafaqat meni yonimda, xalqning yonida ham sen bankrotsan o'zi siyosiy jihatdan. Shuning uchun men seni siz demayman, chunki hurmat qilmayman. Xohlasang meni ham sen deyishing mumkin. Lekin men istardimki, bu Xidirnazar Alloqulov kishi o'zi bir marta senga javob qaytarishi kerak. Men Xidirnazar Alloqulov mana shu Asliddin Kamolga o'zi bir marta chiqib, bir marta javob qaytarishi kerak. Keyin yana bu davom ettiradigan bo'lsa, keyin javob bermasa bo'ladi. Bu kecha kunduzda o'sha siyosiy rahbar sifatida o'zini shaxsiga mana shunaqa
asossiz ma'lumotlar qilganligi uchun Xidirnazar Olloqulovning o'zi chiqib munosabat bildirish kerak bir marta. Aks holda u kishi jim turib boshqalar chiqarib u kishini himoya qilishi bu Xidirnazar Olloqulovni boshqa odamlarga tayanib qoladigan bir ruhiyat uyg'otishi mumkin. Asliddin Kamol Xidirnazar Olloqulovga mana shunaqa mag'zava to'kayotgan ekan ustidan, shunaqa ma'lumotlar qilayotgan ekan. Eng avvalo aytaman, bu Asliddin Kamolning eng sharmandali chiqishlaridan biri va o'zining o'sha nifoqini, o'zining maskasini, o'zini niqobini, nifoqi deyman, kechirasizlar, o'zini niqobini yechdi, o'zini niqobini yechdi. Lekin shunday bo'lsa ham Xidirnazar Olloqulov chiqib chiroyli javob qaytarish kerak, munosabat bildirish kerak. Zotan agar munosabat bildirmasa, o'zini faollarini, o'sha tarafdorlarining qalbida qandaydir bir gumon uyg'onishi mumkin. Qisman bo'lsa ham. Mana shu gumonlarni tarqatish va maqsaddan va eng asosiysi hozir Xidirnazar Olloqulov chiqib munosabat bildirsa, bu o'zining tarafdorlarining va keyinchalik imzo berish xohishida bo'lgan insonlarning ham sonini, safini yana ham kengaytiradi. Men shu vaqtgacha Asliddin Kamolni mani adresimga, menga nomimga aytayotgan gaplarning ko'pchiliklarini javobsiz qoldirgan edim. Chunki munosib deb bilmadim uning gaplarini. Chunki ertami kech albatta xalqimiz uni haqiqiy basharasini biladi, deb ishonardim. Va mana shunday bo'lib chiqdi ham. Lekin Xidirnazar Olloqulovning maqomi bugun mening maqomimdan, mening mavqeimdan ancha ustun. Chunki u odam ko'rgan jabr-sitamni, mana shu qisqa so'nggi 5 yilda ko'rgan jabr-sitamini men 19 yilda men ko'rgan jabr-sitamdan og'irroq. Shunday bo'lsa ham u odam sinmadi, shunday bo'lsa ham u odam vatandan chiqib ketmadi. Lekin rost Xidirnazar Olloqulov O'zbekistonda ekan, partiya O'zbekistonda tuzilishi kerak. Bu degani O'zbekistondan tashqarisida hech kim partiya tuzmasligi kerak yoki harakat yoki boshqa bir jamoat tashkilotlari tuzmasligi kerak degani emas. Kim istasa marhamat tuzsin. Qo'lidan kelsa tuzsin, qo'lidan kelsa faoliyat olib borsin. Lekin xohlaydimi, yo'qmi? Ya'ni ot aylanib nimasini, qozig'ini topadi degandek, har qanday siyosiy faoliyat agar xolis bo'lsa, O'zbekistonda siyosiy muxolifatning faoliyatiga yo'l berilishini talab qiladi. Shu yo'nalishda faoliyat olib boriladi. Demak, aylanib borib, baribir shu Xidirnazar Olloqulovni qo'llashga majbur bo'ladi. Va boshqa ham yana shunaqa muxolif partiya tuzish harakatida bo'lgan, niyatda bo'lgan insonlar harakatga tushsa, uni ham qo'llab-quvvatlanadi. Chunki tashqarida O'zbekiston vatandoshiman degan tashqarida siyosiy faoliyat olib borgan insonlar nima maqsadda birlashadi? O'zbekistonda demokratiya bo'lsin, O'zbekistonda so'z erkinligi bo'lsin, O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlansin degan maqsadda faoliyat olib boryapmiz. Shunday bo'lsa, demak, birinchi galda O'zbekistonda xalqning siyosiy huquqlari tiklansin, saylov huquqlari tiklansin, adolatli saylov bo'lsin degan talab kun tartibida birinchi raqamda turadi. Shunday ekan, biz o'sha O'zbekistonda O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishga harakat qiladigan har qanday kuchlarni qo'llab-quvvatlashga, ularni yo'qlashga majburmiz. Bugungi kunda Xidirnazar Olloqulov shuncha majbur qilishdi, urushdi, qiynashdi, bolalarni urishdi, bolalarni urib nogiron qilishdi. Ayoli mana shu jabr-sitamlarni ko'tara olmay yurak xurujidan olamdan o'tdi, rahmatlik. Bugungi kunda farzandi qamoqda, hammasini, mana shularning hammasida Xidirnazar Olloqulovning o'zining siyosiy faoliyati sabab, siyosiy motivga ega. Shuncha jabr-sitamga dosh berib vatandan chiqib ketmabdi. Demak, u odamni qo'llab-quvvatlash kerak. Agar Xidirnazar Olloqulov chidolmay chiqib ketsa, O'zbekiston ichkarisida boshqa hech kim nimani siyosiy partiya ochishga harakat qilishga qo'rqsa, unda O'zbekistondan tashqarida siyosiy partiya ochish kerak deb harakat qilishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham O'zbekistondan tashqarisida kim xohlasa marhamat ochsin, siyosiy partiya ochadimi? Siyosiy boshqa jamoat tashkiloti ochadimi? Harakat ochadimi? Marhamat, hech kim xalaqit bermaydi. Lekin hammani o'sha borib o'sha siyosiy faoliyati O'zbekiston ichkarisidagi
kuchlarga yo'l berish, siyosiy huquqlarni tiklashga yo'naltiriladi. Bugun siyosiy huquqlarni talab qilayotgan eng haqiqiy irodali shaxs bugun Xidmnazar Alloqulov. U odam O'zbekiston siyosiy muxolifat tarixida bunday irodali inson bo'lmagan. Xidmnazar Alloqulovdek irodali inson bo'lmagan. U odamning irodasi, u odamning mana shu shijoati, turib berayotganligi hurmatga munosib. Hurmatga loyiq. Nafaqat hurmatga, e'tirofga loyiq. Odamni atrofidan xalq ergashishga qo'rqayotgan ekan, bu Xidmnazar Alloqulovda emas ayb. Xalqimizda, hukumatda unga ergashayotgan odamlarga bosim qilayotganligida. Shunday meni fikrlarim shu. Ba'zi bir fikrlarni agar aytib ulgurmagan bo'lsam, keyingi maqolalarim, chiqishlarimni yana qo'shimcha qilaman do'stlar. Salomat bo'linglar. Mening mana shu Asliddin Kamolni Xidmnazar Alloqulovga qilgan mana shunaqa asossiz ma'lumotlarga javobim shu. Kimda qanday takliflar, mulohazalar bo'lsa, mana shu fikrlarimda, shu fikrlarimga nisbatan fikrlaringizni albatta izohlarda yozib yozishlaringizni va mana shu hozirgi chiqishimda ham do'stlaringiz bilan ulashib, albatta Telegram kanalimga qo'shilishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Salomat bo'linglar do'stlar.